Nikola Makiavelli, hukmdor. 11-bob. Cherkov davlatlari haqida. Endi cherkov davlatlarini ko'rib chiqamiz. Bunday davlatlarni egallab olish qiyin, chunki buning uchun iqtidor yoki taqdirning inoyati kerak. Biroq uni qo'lda tutib turish oson, chunki buning uchun na iqtidor, na itoat kerak bo'lmaydi. Bunday davlatlar muqaddas diniy qadriyatlarga asoslanadi. Bu esa nihoyatda qudratli omil bo'lib, hukmdorlarning hayot tarzi va qilgan qilmishlaridan qat'iy nazar ularni hukumat tepasida tutib turadi. Faqat ana shunday davlatlarnigina hukmdorning qo'lida hokimiyat bo'lsa ham uni himoya qilmaydi. Fuqarosi bo'lsa ham bularni boshqarmaydi. Ayni paytda ularning taxtida hech kim ko'z olaytirmaydi. Fuqarolar esa o'zining mavqeidan og'rinmaydi ham. Bundan voz kechishni istamaydi ham. Istagan taqdirda voz kecha olmaydi ham. Xullas, faqat ana shunday hukmdorlargina rohat, farog'atda baxtli hayot kechiradilar. Biroq bunday davlat insonning aqli yetmaydigan yuksak, oliy qonunlar tomonidan boshqarilgani uchun ular haqida gapirib o'tirmayman. O'ziga bino qo'ygan dangalchi odamgina Xudovand aziz qilgan va o'z hifz-u himoyasida saqlaydigan narsa haqida fikr yuritishga jur'at qilishi mumkin. Biroq mendan cherkov qanday qilib shunchalik qudratga erishganki, undan hatto Fransiya qiroli ham qo'rqadi. U hatto uni Italiyadan haydab chiqara oladi. Venetsiyaliklarni tarmor qiladi. Axir ilgari uning dunyoviy hokimiyati nafaqat Italiyaning yirik viloyatlari, balki mayda yer egalari va baronlar ham pisand qilmas edi-ku, deb so'rab qolishlari mumkin. Agar mendan shu haqda so'rashsa, bu voqealar hammaga ma'lum bo'lsa ham, bo'lib o'tgan ishlarni eslatib o'tish foydadan xoli bo'lmaydi deb o'ylayman. Fransiya qiroli Karl Italiyaga bostirib kirishidan avval u yer ustida hukmronlik papa, venetsiyaliklar, Neapol qiroli, Milan gersogi va florensiyaliklar o'rtasida taqsimlab olingan edi. Ularning ikkita asosiy tashvishi: birinchidan, Italiyaga begonalarning bostirib kirishiga yo'l qo'ymaslik, ikkinchidan, bir-birini avvalgi chegaralarda ushlab turishdan iborat edi. Eng ko'p shubha uyg'otadiganlar venetsiyaliklar bilan papa edi. Qolganlar Ferrara himoyasidagi kabi venetsiyaliklarga qarshi ittifoq tuzishdi. Papaga qarshi esa Rim baronlaridan foydalanishdi. Kolonna va Orsini partiyalilarga bo'lingan baronlar tez-tez to'planib turishar, cherkov rahbarining tumshug'i oldida qirolni ko'z-ko'z qilib, papalikni zaiflashtirishar, uni muvozanatdan chiqarishga urinishardi. Ba'zi papalar, masalan, Sixt, qo'rqmas odam bo'lishiga qaramay, har qancha tajribali bo'lishmasin, vaziyatlar har qancha qulay bo'lmasin, bu falokatdan qutula olishmadi. Buning sababi ularning qisqa muddat hukm yuritganidadir. Chunki bir papaning saylanishidan uning o'limigacha o'tgan o'rtacha 10 yil vaqt ichida u dushman partiyalardan bittasigina zo'rg'a yengishga muvaffaq bo'lar edi. Aytaylik, agar papa Kolonna tarafdorlarini deyarli tormor qilishga ulgursa, uning merosxo'ri Orsilarga dushman bo'lib, Kolonna partiyasining yana kuch to'plashiga yo'l qo'yib qo'yar, ammo Orsinini tormor qilishga ulgurmas edi. Aynan shuning uchun Italiyada papaning dunyoviy hukumatini unchalik pisand qilishmas edi. Biroq papalik taxtiga Aleksandr 6 o'tirgach, o'zidan avvalgilardan farqli ravishda zar va zo'rning kuchi bilan cherkov rahbari nimalarga erishishiga qodirligini ko'rsatib qo'ydi. U fransiyaliklarning kelishidan foydalanib,
gersog Valentino orqali men yuqoridagi gersog haqida aytib o'tgan barcha muvaffaqiyatlarga erishdi. Uning sa'y-harakatlari cherkovni emas, gersogning o'zini yuksaltirishga qaratilgan edi. Biroq shunga qaramay, ularning barchasi oxir-oqibat cherkovning yuksalishiga olib keldi. Aleksandr vafot qilib, gersog yo'q qilingach, cherkov uning mehnatlari samarasini o'ziniki qilib oldi. Papa Yuliy taxtga o'tirgan paytda cherkovning qudrati mislsiz kuchaygan edi. U Romaniyani egallagan, Aleksandrning zarbalari ostidagi partiyalarni tarqatib ketgan, Rim baronlarini bo'ysundirgan, buning ustiga xazinani to'ldirishning Aleksandrgacha hech kim foydalana olmagan manbaini kashf etgan edi. Yuliy bularning barchasini davom ettiribgina qolmay, balki uning ko'lamini yanada kengaytirib bordi. U Bolonyani qo'shib olish, Venetsiyani qulatib, fransuzlarni quvib chiqarib yuborishga qadar bordi. Bu rejani amalga oshirdi va bir necha kishining emas, balki cherkovning sha'ni uchun qayg'urgani tufayli misli ko'rilmagan shuhrat qozondi. Bundan tashqari, u taxtga o'tirganida Orsini va Kolonna partiyalarini qaysi chegarada turgan bo'lsa, ularni o'sha joyda ushlab tura oldi. Gotlarning ba'zi yetakchilari fitna qo'zg'ashga uringan bo'lsa-da, birinchidan cherkovning qudrati, ikkinchidan ularning safida har doim fitna boshchilik qilib yuradigan kardinallarning yo'qligi ularni bundan to'sib turar edi. Agar ularning o'z kardinallari bo'lsa, bu partiyalarning orasi hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Kardinallar Rimda va uning tashqarisida partiyalar aro adovat olovini yoqib, bu nizoga baronlarni tortishadi. Shu tariqa prelatlarning mansabparastligi tufayli baronlar orasida adovat va o'zaro urushlar vujudga keladi. Shu tariqa Papa Lev Hazrati oliylari qudratli cherkovni qabul qilib oldi. Agar undan oldingilar papalikni qurol kuchi bilan yuksaltirmagan bo'lishsa, cherkov endigi rahbari uni ko'proq mehr-muruvvati, shon-shavkati va serqirra iqtidori bilan yuksaltiradigan degan umiddamiz.